Yangi bozorda zo'r yangilik bo'pti. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rsangizlar tushunib olasiz. Zafar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Elarbek, xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Nima yangilik qildingiz? Xalqimizga tushuntirib bering. Biz hozir Hamzadamiz axir. Hamzada avvalgi sport va pedagogika kollejidamiz. Yangi bozorimizda Zafar School liderlar maktabini tashkil qilyapmiz. Zafar School liderlar maktabida 1-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni qabul qilamiz. O'zi qabulimiz 1-sinfdan 11-sinfgacha, lekin ertaga 2 yilning ichida sertifikatli qilib bitiradigan o'quvchilarni tayyorlash maqsadida biz 9-sinfgacha qabulni tashkillashtirdik. Yangi tipdagi zamonaviy kelajak liderlarini tayyorlab beradigan, shu elimizga, yurtimizga, yangi bozorimizga xizmat qiladigan, shu yerni farzandlarini kelajakda bir jamiyatda o'zini o'rnini topadigan lider farzandlar qilib tarbiyalash uchun yangi maktab tashkillashtirmoqdamiz. Shu Everest o'quv markazini tashkillashtirgan inson bo'ladi. 8 yildan beri shu xalqimizning xizmatida ketir. 10 mingdan ziyod o'quvchilar, talabani tayyorlab ketir hozirgi kunda. Maktabingiz necha bo'ladi, tartibi, nega so'z, nechagacha ishlaydi, shular haqida bir ma'lumot bersangiz. Maktabimiz xudo xolasa sentyabr oyidan o'z faoliyatini boshlaydi. Boshlang'ich sinflar 1-4-sinflar va undan yuqori sinflar 5-9-sinflarni qabul qilamiz. Yana bir asosiy yangiligimiz 1-sinfdan boshlab ham o'zbek sinfga ham rus sinfga o'quvchilarni qabul qilamiz. Maktabimizning dars vaqtlari azongi 8:30 dan kechki 5:30gacha davom etadi. Maktabimizda qo'shimcha to'garaklar ham tashkil etilgan. 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarini to'garaklarimiz mavjud. To'garaklar bular sport to'garaklari, karate, gimnastika to'garaklari. Bundan tashqari 1-4-sinflar uchun mental arifmetika to'garaklari, yuqori sinflar uchun sport to'garaklaridan karate, IT to'garaklari, san'at to'garaklari, biror bir san'at turini o'rganadi, pianino, skripka yoki bir ana shunday shaxmat, shashka to'garaklarini biz tashkillashtirganmiz. Yuqori sinflar uchun va boshlang'ich sinflar uchun ko'yinlar tashkillashtirilgan, haftalik, oylik testlar o'tkaziladi. Mana shu testlarda birinchi o'rinda olgan bolalar ko'yinlarni qo'lga kiritishi mumkin. Ko'yinlar orqali ularga stipendiya joriy qilinishi mumkin yoki bo'lmasa ota-onalari bilan kelishgan holda ularni oylik to'lovlaridan chegirma qilishimiz mumkin. Unda yuring, qolgan suhbatda ichkada davom qildirsak. Marhamat, yuring. Xudo xolasa bu yerda rejamizda oshxona bo'lishini niyat qilganmiz. Maktabimizda bundan tashqari 3 mahal issiq ovqat tashkillashtirilgan bo'ladi. Nutrisologlarning ratsionidan ko'ra biz hozir ovqatlarning tarkibini ertaga shu farzandlarimizni sog'lom bo'lib o'sishi uchun qaysi ratsionda ularga ovqat berishimiz kerak, mana shu narsalarni hozir ustida ishlab turibmiz. Mana shunday katta sinfxonalarimiz bor. Bu sinfxonalarda har bir sinfda 18 dan 20 nafargacha o'quvchilar ta'lim oladilar. Sinfxonalarimizda xudo xolasa hamma sharoitlar bo'ladi. O'quvchilar uchun alohida shkaflar, o'zlarini qo'yadigan alohida shkaflar mavjud bo'ladi. Elektron daska va o'quvchi uchun barcha sharoitlar yaratib beriladi. Hamma inventarlarimizni, parta kursilarimizni hammasi xudo xolasa mana shu oyda kelib berga o'rnattiramiz. Har bir sinfga o'zini tyutori hamda psixolog nazoratida bo'ladi. Dars jarayonlarini asosiy pedagog va yordamchi pedagoglar olib boradilar. Va eng asosiy nimasi, ota-onalar uchun kuzatib o'tirish uchun kameralar o'rnatamiz va dars jarayonlarini ota-onalar onlayn bemalol kuzatishlari mumkin bo'ladi va undan tashqari ota-onalar nazorat qilish uchun bolalarni bizlar o'zlarimiz mana hozir Everest o'quv markazimizda ishlatadigan platformamiz mavjud. Mana shu platformamiz ham bu yerda ishlaydi va o'quvchilar bemalol ota-onalari o'quvchilarni mana shu platformalar orqali qanday baho olib turibdi, nechta QO'ni yig'di, bundan tashqari bugun qaysi to'garaklarda qatnashadi, qaysi darslarda, uyga vazifalarni qanday bajardi, qanday darslarga kelib ketib turibdi, bularning barchasi ota-onalarning nazorati aslında bo'ladi. Onlaynlikmi? Onlayn. Rossiyada o'tirib ham ko'raveramlar? Rossiyada o'tirib ham ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu fizika xonasi bo'ladi. 2 ta sinfdan iborat, kichik va katta sinfdan iborat bo'lgan xona hisoblanadi. O'zi 1-9-sinfga kelgan vaqtimda 9-sinfga kelgan o'quvchilarimizni alohida o'zini qiziqishlariga qarab, aniq tabiiy va ijtimoiy yo'nalishlarga bo'lib, alohida sinf sifatida o'qitamiz va ularni 2 yil davomida 5 ta fandan sertifikatiga ega bo'lib chiqishini ta'minlaymiz. Va undan tashqari soat programmasi, matematika, IELTS yo'lga qo'ymoqdamiz va bu yerni bitirgandan keyin o'zimizni yurtimizda oliy o'quv yurtlarına bemalol grant asosida yoki bo'lmasa chet ellarga grant yutib o'qishga ketish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Va yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak, maktabimiz o'zini alohida formasi bo'ladi. Mana shu formada o'quvchilar maktabimizga keladi, bir xil formada bo'lishi ta'minlanadi. 8-9-sinflar uchun sat darslari qo'shib o'tila boshlanadi.
sat darslari orqali bizlar farzandlarimizni chet ellarga o'qishga kirish imkoniyatini yaratib beramiz. 9-sinfdan boshlab esa yuqori sinflarda qo'shimcha moliyaviy savodxonlik va shaxsiy rivojlanish fanlari ham o'rgatilib boriladi. Boshlang'ich sinfdan boshlab o'quvchilarning qiziqishlari o'rganib boriladi va shunga qarab o'quvchilarimiz kasblarga yo'naltiriladi.